Kunlik ishchi topish uchun e'lon berish, tanish-bilishlarga qo'ng'iroq qilish yoki soatlab izlab yurish holatlari ko'pchilikka tanish. Biroq bu jarayon endilikda ancha sodda va tezkor ko'rinishga o'tmoqda. O'zbekistonning barcha viloyat va tumanlarida ishga tushirilgan Hasharchi raqamli platformasi kunlik ish izlayotgan va ish beruvchilar uchun yangi imkoniyat yaratmoqda. Ilova orqali santexnik, elektrik, uy tozalovchi, yuk tashuvchi, mavsumiy ishlarni bajaruvchi, to'y marosimlari uchun oshpaz, buxgalter, advokat, videograf, mobilograf kabi 40 dan ortiq yo'nalish bo'yicha kunlik ishchilarni topish mumkin. Foydalanuvchi Play Market yoki App Store'dan ilovani yuklab olib, ro'yxatdan o'tadi va kerakli xizmat turi hamda hududni belgilab, buyurtma qoldiradi. Jarayon bir necha tugmani bosish orqali amalga oshiriladi. Ortiqcha qo'ng'iroq qilish, e'lon yozish yoki uzoq vaqt ishchi izlab yurishga hojat qolmaydi. Buyurtmani qabul qilganlarning o'zi buyurtmachiga qo'ng'iroq qiladi. Shundan so'ng tomonlar ish narxi va bajarilish muddatini kelishib oladi. Platforma kunlik ishchilar uchun ham yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Ro'yxatdan o'tgan ishchilar o'z hududidagi buyurtmalarni to'g'ridan-to'g'ri ilova orqali qabul qilishi mumkin. Bu ish izlash uchun ketadigan vaqtni qisqartirib, ishchi va buyurtmachi o'rtasidagi aloqani tezlashtiradi. Bugungi kunda ilovada 30 mingdan ortiq faol kunlik ishchi ro'yxatdan o'tgan. Mazkur ko'rsatkich Hasharchi loyihasining qisqa vaqt ichida kunlik mehnat bozori uchun muhim vositalardan biriga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Hasharchi kunlik ish bozori yangi formatda. Ilovani App Store yoki Play Marketdan bepul yuklab olishingiz mumkin.